Nimaga senlar ustingdan kular ekanman? Jinnimisizlar, Bilaman, sen ustimizdan kulgani kelgansan. Nimaga qop-qora bo'lib kiyib olishding? Motam qilishyapsan. Kuladi bu, ustimizdan kuladi. Nimaga kular ekanman? Kechagi o'yin kecha o'sha yerda qoldi, bo'ldi endi. Kecha endi sal qizishib ketding. Ha, bo'lmasa mana nima unda? Nimaga bular kulasan deydi? Kezlashinglar, 7 ochko orqa, 7 ochko debman, 7 qadam orqada qolib ketyapsizlar. Ko'ryapsanmi qanaqangi go'zal proyekt? 10 gektarga qurilyapti. Kim qurayotganini bilasanmi mana shu obyektni? Yo'q. Mana nechi? 5. 5 bola building quryapti. 2 yilda topshiradi. Uyni ko'ryapsan-a? Sifat birinchi o'rinda. Endi 4-etajdan olasanmi, 3-etajdan olasizlarmi, farqi yo'q. Zamonaviy liftlar bilan jihozlangan. Yangini deyishdinglar. Boshlang'ich to'lov 0. Oyiga 3 million 300 ming so'mdan to'lab, uy olsang bo'ladi. Ha endi mana 4 yil 5 yilda yuborasan. Mana shu uylarda 100% to'lovda birorta kvartira xarid qilsang, yana bitta tekinga qo'shib berilyapti. Yo'q-e? Xohla 3-etajdan ol, xohla 2-etajdan ol. Umuman farqi yo'q. Shu qo'ling teri sindirib ham qo'ymagin. Kechagi sudyalaring hozir bizga qarshi penalti qo'yib bermasin yana. Vakatsiyani ko'ryapsizlar-a? Zeleniy zona, katta masjid, eng katta bozor. Kvartiralarda endi sharoitini men ortiqcha gapirmayman. Sen shuncha ma'lumot qayerdan olyapsan? Abdulazizni profilidan. Mana Abdulaziz Qobulov profiliga o'tsa hamma ma'lumot bor. Hozir o'tib olinglar sizlar, sizlar ham o'tib olinglar. Bizga nima keragi bor u profilga o'tib? Endi menga qarab, bu yil bitta bakalam yutolmadlaringda. Hech bo'lmasa bir uy-puylik o'p olinglar deyapman. Boshlang'ich to'lovsiz. Oyga 3 million 300 mingdan boshlab uy olsa bo'ladi. Bitta uyga 100% to'lasang, bitta uy padarka. Normalniy lekin. 5 bola building ham eplolmay qolibdi. Abdulaziz profilga o'tamizmi deyman-a, cho'ti. Hot barsa kelyapti.